Yaponiya Kengash palatasi 5-dekabr dushanba kuni Sharq Turkiston va Xitoyning boshqa joylaridagi kishilik huquq vaziyatiga andisini ifodalagan bir qaror loyihasini qabul qildi. Yaponiya davlat taraqqusining xabar qilishicha, mazkur qaror loyihasi Kengash palatasining dushanba kunidagi umumiy yig'inida ko'p sonli ovoz bilan ma'qullangan ekan. Loyihada ko'rsatilishicha, xalqaro jamiyat yaqindan buyon Xitoyning Tibet va Sharq Turkistondagi diniy erkinlikni dafsandi qilishi va kishilarni majburiy qamab qo'yish qatorliq masalalarga qarata qattiq andisini bildirgan ekan. Yaponiya Tashqi ishlar ministri Hayashi Yoshimosa so'z qilib, hukumatning boshqa davlatlar bilan birlikda loyihada tilga ilingan masalalarni hal qilganligini bildirgan. Egilinishcha, buningga o'xshash bir qaror loyihasi bu yilning 5-ida Beijing qishliq olimpik musobaqasidan burun Yaponiya Avam palatasida qabul qilingan ekan. İstanbul, Parij, Nyu-York va Toronto qatorliq nurg'un shaharlarda Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilikka qarshi namoyish o'tkazildi. 24-noyabr kuni Urumchida yuz bergan 44 Uyg'urning shahid bo'lishiga sabab bo'lgan o't ofatidan keyin Xitoyning Xitoy virus yuqumi qarshi turish nomidagi bostirishlari va o't ofatidagi mas'uliyatsizlikka qarshi boshlangan qarshilik sadolari kuchaymoqda. 3-noyabr kuni soat 1:30 o'tganda Parijning markazi bo'lgan Bastil maydonida Yevropa Uyg'ur instituti, Fransiya Milliy Majlisining Uyg'ur tadqiqot guruhi, Fransiya Uyg'ur jamiyati va Fransiya Hong Kong ittifoqdosh qatorliq tashkilotlar birlikda namoyish uyushtirgan. Namoyishga 500 ga yaqin kishi qatnashgan bo'lib, Uyg'urlardan sirt yerlik fransuzlarmi ko'p sonda ishtirok qilgan. Fransiyadagi siyosatchilardan senator David Assolin, Avam palata a'zosi Olivier Faure, Paris shahri muavin boshlig'i Jean-Luc Romigol Michel, Avropa parlamenti a'zosi Rafael Glucksmann, Yevropa parlamenti a'zosi Yannick Jadot qatorliqlarmi qatnashgan. Namoyish qo'shoni Bastil maydonidan yo'lga chiqib, 2 kilometrlik musofani besib millat maydoniga yetib kelish jarayonida Uyg'urlarga erkinlik, irqiy qirg'inchilikni to'xtat degandek shiorlarni to'lab ma'gan. Fransiya axborot agentligi va shuningga o'xshash bir qancha nopozliq axborot vositalari namoyishni naq maydondan anglatgan. Tayvan markaziy agentligining xabar qilishicha, namoyish qatnashgan Parijning kishilik huquq birlashish va kamsitish qarshi turish ishlariga mas'ul muavin boshlig'i Jean-Luc Romero Michel so'z qilib, Xitoyning Uyg'urlar qaratgan ziyonkashlik va irqiy qirg'inchilikning kunsir kuchayotganligini, bu sababdan ularni qo'llashning har qanday bir vaqtdagidan muhim bo'lib qolganligini aytgan. İstanbulda Urumchidagi o't fojiasidan keyinla cho'ng ko'lamli bir namoyish o'tkazilgandan boshqa Xitoy konsulxonasining oldi va atrofida norozilik bildirish faoliyatlari davomlashib kelmoqda. Yakshanba kuni Turkiyadagi Fikr birligi va Kurash munbiri nomli tashkilotning boshchiligida o'nlagan ommaviy tashkilotlar Xitoyning Istanbuldagi bosh konsulxonasi oldida namoyish va axborot e'lon qilish faoliyati o'tkazib, Sharq Turkistonga ovoz ber shuari bilan Xitoy davlatining Uyg'urlar qilayotgan zulm va ziyonkashligiga norozilik bildirgan. 3-dekabr kuni Shveysariyaning Zurix shahrida Shveysariya Uyg'ur jamiyatining tashkillashi bilan Shveysariya xatar ostidagi millatlarni qutqizish tashkiloti, Shveysariya Turk madaniyat vaqfi, Shveysariyadagi Tibet tashkiloti, Tayvanliklar va Shveysariyaliklar keng ko'lamda namoyish o'tkazib, namoyish Sharq Turkiston istiqlol marshi bilan boshlanib, jaranliq shuar sadolari ichida oxirlashdi. Namoyish jarayonida shahid oilasidan Abdul Hafiz bu o't ofatining faqat tragediya emasligini, buning Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosatining bir qismi ekanligini bildirgan. Xitoy doiralari 4-noyabr kuni tantanlik faoliyat o'tkazib, Do'nko'rikdagi Urumchi xalqaro cho'ng bozorini qayta ochgan. Xitoy doiralarining mazkur bozorni 24-noyabr shu rayondagi Jiangshan, ya'ni Baxt Saodat gulligi oilaliklar qorosidagi bir binoga o't ketib, 24 Uyg'urning hayotidan ayrilib shahid bo'lganligi va bu fojianing Xitoyning davlat ichi va sirtida Uyg'urlarga bo'lgan hissdoshlik, shundaqla Shi Jinpingning Xitoy virus siyosatiga qarshi keng ko'lamli norozilik harakatlarining portlashini keltirib chiqargan bir vaqtda dog'dug'liq murosim bilan qayta etishi diqqat qo'zg'amoqda. Urumchidagi o't ofati keltirib chiqargan xalqaroliq norozilik hozirmi davomlashayotgan bo'lib, Urumchi xalqaro cho'ng bozorining dog'dug'liq ichilgan paytining o'zida Uyg'ur, Tibet, Hong Kongliklar va Xitoylardan 500 dan ortiq kishi Nyu-York shahar markazidagi Washington maydonida namoyish o'tkazib, o't ofatida hayotidan ayrilganlarga ta'ziya bildirgan. O't ofatida hayotidan ayrilganlarning bir-birlab ismini chaqirib, ularga sukut tuturgan namoyishchilar yana Uyg'urlarga, Hong Kongliklarga, Tibetlarga erkinlik talab qilgan. Xitoy doiralarining Sharq Turkistondagi 4 oydan beri davom qilib kelgan Xitoy virusi yuqumi qarshi qamal, shundaqla o't ofat keltirib chiqargan keng ko'lamli norozilikdan keyin Urumchi xalqaro cho'ng bozorini qayta etishda tantanlik murosim o'tkazishning sababi ma'lum emas. Xitoy xabarlar torining uchurda aytilishicha, Urumchi xalqaro cho'ng bozor 4-noyabr salyotlar bilan tantanlik ichilgan bo'lsa-mo, lekin butun bir bozorda faqat 30 dak do'kon ichilib savdo qilgan ekan.
Xitoy taratqullarining aytishicha, o'xshash bir vaqtda yan Urumchi shaharlik hukumat axborot yig'ini o'tkazib, navbatda Urumchi shahri yuqumning oldini olish va kontrol qilish tadbirlarini normal yo'l qo'yishning shart-sharoitini tayyorlaganligi, xizmat, ishlab chiqarish, savdo va bozorni asliga keltirish salmoqini texnik kuchaytirganligini bildirgan. Xitoy dunyoning har qaysi joylarida 100 dan saqchi punkt qurib, surgunda yashayotgan Xitoy fuqarolarini nazorat qilish, parokandichilik selish va majburiy qaytarib ketish qatorliq harakatlar bilan shug'ullangan. Amerika ismli xabarlar tori, ya'ni CNNning xabar qilishicha, Xitoy bu harakatlar bilan shug'ullanishda boshqa davlatlar bilan o'tkazgan o'zaro bexatarlik kelishimlaridan foydalangan. Italiyadagi himoyachilarni qo'g'dash tashkiloti bu yil 9-oyda doklad e'lon qilib, 54 Xitoy saqchi punktining chet ellarda faoliyat qilganligini oshkorlagan. Holbuki CNNning 4-dekabr ko'rsatishicha, bu tashkilot Xitoyning yana qo'shimcha 48 saqchi punktining chet el davlatlarida faoliyat qilayotganligiga oid yangi dalillarga erishganligini aytgan. Himoyachilarni qo'g'dash tashkilotining yangi doklati Xitoy saqchi punktlarining ko'lami, shundaqla Xitoyning Italiya, Serbiya, Xorvatiston, Romaniyani o'z ichiga olgan ba'zi Yevropa davlatlari bilan bo'lgan o'rtaq saqchi kelishimlarining o'ynayotgan rolini markaziy nuqta qilgan ekan. CNNning aytishicha, himoyachilarni qo'g'dash tashkiloti Xitoy jamoat xavfsizlik ministrligining 53 davlat faoliyat qilgan farqli 4 saqchi doirasini aniqlab chiqqan bo'lib, bu saqchi punktlari Xitoydan kelganlarga yordam berish nomida faoliyat qildi ekan. Dokladda Italiyaning Xitoy bilan bu xil saqchi kelishim imzolagan davlatlardan biri ekanligi, 2016-yildan 2018-yilgacha Xitoy saqchilarining Italiya saqchilari bilan birlikda Rim, Milan qatorliq joylarda o'rtaq chorlash elib borganligi, keyinroq buningga Naples shahrnomi qitilganligini bildirgan. Himoyachilarni qo'g'dash tashkilotining faoliyat direktori Laura Hart CNNda bu muztag'ning suv yuzida ko'ringan faqatli kichik bir partisi ekanligini bildirib, har qaysi ellar o'z davlatlaridagi qonun bilan idora qilish va kishilik huquqni qo'g'dashni Xitoydan kelganlar uchun, shundaqla dunyodagi boshqa kishilar uchunmi o'xshash masala deb o'ylash kerak degan. Xitoy hukumati boshqarishidagi atalmish Xinjiang gazetining 2-dekabrdagi xabarda aytilishicha, Urumchi shahridagi xavf-xatar darajasi tuvan deb ayrilgan rayonlardagi aholilarning sirtlarga chiqib savdo-sotiq qilayotganligi, bir qism do'kon va magazinlarning normal tijoratini asliga keltirganligi bildirilgan. Xabarda aytilishicha, yemak-ichmak sohasi eng qizigan turlardan bo'lib, nurg'un zakaslarning topshirib olinganligi, yana turkum kishilarning savdoga kelayotganligi alohida ta'kidlangan. Ammo bu ahvolning 4 oydan ortiq davom qilgan yuqumni kontrol qilish nomidagi qamal bilan qanchalik bog'lanishli ekanligi, kishilarning kundalik turmush buyumlariga bo'lgan ehtiyojining qaysi darajada qondirilganligi tilga ilinmagan ekan. Xitoy hukumati navbatda virus yuqumining tuvanlayotganligini ta'kidlash bilan birga, Sharq Turkistonda yangidan bayqalgan virus yuqumdorining 7 nafar ekanligini, alomatsiz yuqumdorlar sonining 533 ekanligini e'lon qilgan. Kishilarning alohida diqqatini qo'zg'aydigani, bu vaqtdagi xabarlarda mayli savdoga chiqqan aholi bo'lsin yoki do'kondorlar bo'lsin, ularning birdek Xitoy ekanligi aytilgan. 4 oydan ortiq davom qilgan qamalda eng og'ir qurbonliklarni bergan Uyg'urlar haqida hech narsa tilga ilinmagan. Xitoy hukumatining xabarlarida tilga ilinmagan Uyg'urlarning ahvoli ijtimoiy taratqularda jonliq aks etgan. Facebook va Twitterlarda tarqalib yurgan, tafsilotini dalillashga imkon bo'lmagan qisqa videolarda ko'rsatilishicha, virus yuqumidan bo'shatilgan Uyg'urlar tezdan qo'rovlarga to'planib, Xitoycha tilda qizil naqsh aytishga va bayroq chiqarishga tashkillangan ekan. Amerikadagi aqllar markazidan biri bo'lgan Erkinlik saroyining tadqiqotchisi Sarah Cook Germaniya do'lqinlarining bu vaqtdagi ziyoratini qabul qilganda, Xitoyda keng avj olgan fuqarolar namoyishi, bo'libmi Xitoy hukumatining 24-noyabr o'tapitiga qaytirgan inkaslarining biri sifatida hozir bir qism joylarda qamalni bo'shatish hodisasining o'tirib chiqqanligini, ammo buning qanchalik muddat davom qilishiga hozircha bir narsa demak qiyin ekanligini alohida ta'kidlagan. Erkin Asiya radiosining xabar qilishicha, Avstraliya pul muomala ishlariga baho jurnalida 6-dekabr e'lon qilingan Max Mission imzosidagi obzorda aytilishicha, 2021-yil Xitoy hukumati Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsanchiligini inkor qiluvchilar hamda mushu mazmundagi materiallarni torlarda e'lon qiluvchilarga 620 ming Amerika dollari pul to'lagan ekan. Obzorda aytilishicha, Xitoyning birlik-sab bo'limiga aloqador bo'lgan bir shirkat 2021-yil iyul oyida atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik hukumatining TikTok munbiridagi bir tashviqot faoliyati uchunla 64 ming Amerika dollarlik bir to'xtamni imzolashga muvaffaq bo'lgan.
Bu məbləğnin bədiliga məzkur şirkət Xitay Kompartiyasının parlaq Şinjan siyasəti üçün qısqa filmlərini və bayanlarını işləb torlarda tarqatqan. Atalmış Şinjan Uyğur Avtonom Rayonluq hökumətinin muş xildiki Şinjan degan ajoyib makan, Şinjanga sayohatga borayli degandek temalardagi təşviqat filmlarini işləyənlərə yuqorisi 3 milyon so'm, təxminən 428 ming Amerika dollari, tövüniga 800 ming so'm, təxminən 114 ming Amerika dollari pul to'lagan. Yani kelib bu vaqtdagi 8 parcha to'xtam haligacha Xitoycha torbatlarda oshkora e'lon qilingan ekan. Obzorda aytilishicha, bu xildagi tashviqot urushiga qisqa filmlarni ishlab tayyorlaganlarning ko'p qismi Xitoyning birlik sab bo'limiga chechishli kishilar bo'lib chiqqan. Bu filmlardagi Xitoycha yondashma tekstlarni inglizchaga tarjima qilishga qatnashgan tarjimonlar bu vaqt so'z qilib, to'xtam materiallaridan qaraganda bu ishlarga yolg'iz Xitoy hukumati emas, ya'ni birlik sab bo'limi va soxta sistemasi aktiv qatnashganligini, bu ahvol Shi Jinping davrida mislsiz yuqori pallaga chiqqanligini bildirgan. Dunyoning har qaysi joylaridagi 50 ga yaqin kishilik huquq organi o'rtaq bayonotnoma e'lon qilib, Xitoy hukumatini fuqarolarning yig'ilish, namoyish qilish huquqlariga fikr qilish erkinligiga hurmat qilishga chaqirdi. Bu tashkilotlar bayonotida o'tgan hafta ichida Urumchida yuz bergan ajallik o't ofatida hayotidan ayrilgan shehidlarga motam bildirish va yuqumni nolga tushirish tadbirlariga norozilik bildirish uchun Urumchida qo'zg'algan va keyin Xitoyning boshqa o'lkalarga kengaygan tinchlik oq qog'oz harakati namoyishlarining bostirilayotganligini bildirib, bir qism yerlik hukumatlar namoyishni pasaytish uchun karantin tadbirlarini bo'shatganligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, lekin shuning bilan bir vaqtda Xitoy doiralarining mamlakat miqyosidagi namoyishchilarga zarba berayotganligini, qo'lga ilayotganligini va ba'zilarini majburiy g'oyib qilayotganligini bayqaganligini, Xitoy doiralarining namoyishchilarning qonuniy jihatdan o'zini qo'g'dishiga yo'l qo'ymayotganligi diqqat qo'zg'aganligini, ba'zi advokatlar yerlik doiralar tarafidan bu deloni bir taraf qilmaslik to'g'risida ogohlantirilganligini bildirgan. Bu tashkilotlar bayonotida Xitoyni o'z asosiy qonunidagi moddalarga hurmat qilishga, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qiyin qistoq va boshqa rahimsiz muomalalarga qarshi turish ahdnomasiga yo'l qo'ygan davlat bo'lish sifati bilan uningdagi majburiyatini ado qilishga chaqirgan. Shundaqla shaxsiy maxfiyatlik, axborot, yig'ilish va tinch namoyish qilish deganlarning insonlarning eng tipik huquqlari ekanligini ta'kidlagan. Bayonotda yana Xitoy hukumatining bu namoyishlarda qo'lga ilinganlarning soni va kimligini oshkorlash, ularning jinoyatining nimaligini aniq bildirish, ularning oqibati haqida oila a'zolariga uchur berish, axborot xodimlarini, uchur berguvchilarni xohlagancha qo'lga ilishini to'xtatish kerakligi talab qilingan. Amerikadagi Xitoydagi kishilik huquqni qo'g'dash nomli tashkilot tayyorlagan yuqoridagi bu bayonotga Xalqaro kechirim tashkiloti, Erkinlik Sarayı, Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti va Dunyo Uyg'ur qurultiyi qatorliq 50 ga yaqin tashkilot ovoz qo'shgan. 52 Uyg'ur tashkiloti birlashim chaqiriq e'lon qilib, musulmon davlatlarini Shi Jinpingning Saudiya Arabiston ziyoratida Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni ayblashga chaqirdi. 8 noyabr kuni faoliyat olib berayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi boshchiligidagi 52 Uyg'ur tashkilot birlashim chaqiriq e'lon qilib, musulmon davlat rahbarlarini va xalqaro tashkilotlarni Shi Jinpingning Saudiya Arabiston ziyorati mezgilida Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga yurgizayotgan vahshiyliklarni qattiq ayblashga hamda davom qilayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga xotim berishga chaqirdi. Shundaqla Saudiya Arabistonda tutib turilayotgan 4 nafar Uyg'urni Xitoyga qaytarishning xalqaro ahdnomalariga xiloflik qilganlik deb eskartdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqin Aysa chaqiriqda Saudiya Arabistonda Shi Jinping bilan ko'rishganlar o'zlarining Uyg'ur musulmonlariga qarata yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilikqa javobgar hokimiyatning rahbari bilan ko'rishayotganligini bilishlari kerakligini, bo'libmi musulmon davlatlarining rahbarlari Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarata sukutlarini jiddiy buzish lozimligini, islom qimmat qarashlarini qo'g'dash ularning diniy majburiyat ekanligini bildirgan. Birlashma chaqiriqda Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistondagi islom dini va madaniyati qarshi bostirish harakatlari, diniy cheklamalar, masjid madrasalarni vayron qilishi, diniy ta'lim tarbiyalarni ma'ni qilishi va boshqa diniy zulmlarni birma-bir sanab o'tgan. Mazkur chaqiriqni e'lon qilishdagi maqsad haqida to'xtalgan Dolqin Aysa oldi bilan Shi Jinpingning Saudiya Arabiston ziyoratining Uyg'urlar masalasi bilan zich aloqador ekanligini tilga ilib, islomga jang e'lon qilgan, islom dinining dushmani bo'lgan Xitoy hokimiyatining rahbari Shi Jinping bilan o'zlarini islomning homiysi chaqlayotgan musulmon davlatlar rahbarlarining bir ustalda o'ltirishining jinoyat bo'lganligini ta'kidlagan. Shi Jinping 3 kunlik Saudiya Arabiston ziyorati mezgilida bir qancha cho'ng yig'inlarda qatnashdi ekan va 30 dan ortiq musulmon davlatlarining rahbarlari bilan uchrashdi ekan. Chaqiriqda bu musulmon davlatlarining BDTda oldingi oylarda o'tkazilgan Uyg'urlar masalasini kishilik huquq kengashida muzokara qilishga ovoz berish yig'inida Xitoy tarafda turganligi, bu davlatlarning rahbarlari Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga davomli ko'z yumsa va uningga xotim berish yo'lida tirishchanlik ko'rsatmasa, musulmon ummatlarining o'rtaq islomiy qimmat qarashiga xiyonat qilganlik bo'ladiganligi eskartilgan ekan.
Oq qog'oz inqilobi davomlashayotgan mezgilda bir qism Beijing saqchilari o'ttirga chiqib so'z qilib, davlatning hukumat amaldorlarini xalq bilan bir safda turishga chaqirgan. Yaqında Beijing saqchisi Zhang Jiguang barliq hukumatdan ish haqi oldigan harbiy, saqchi, davlat ma'murlari va muqimlikni saqlaydigan xodimlarga oshkora ochiq xat yozib, erkinlik uchun kurash qilishga chaqirgan. Bu Twitter supsida oq qog'oz tutgan xalq ommasining o'zi uchun emas, balkim muqimlikni saqlaydiganlar uchunmi qilganligini, balkim shu saqchi oq kiyimlik muqimlikni saqlaydigan kishilarning qalbidami shundoq bir oq qog'oz borligini, boturlik bilan o'rindan turib, qalbiga yoshirgan ashu oq qog'ozni qo'lda ko'tarib o'tirg'i chiqishini, qo'llaridagi xalqqa taqobil turadigan qalqonlarni tashlab, erkinlik sepiga qo'shilishga chaqiriq qilgan.